Yegane yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin Planlag'uchi Sarjiya Islom tadqiqot markazi Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah Abduvali Sayid Korrektor Abduvali Sayid Bat va muqovil loyihaligüchi A. Aqxun Aqlning hidoyati vahiyga qarashliq. Yuqorida islom aqidasining asosiy manbalari bayon qilindi. Shundaqla aqlning islom aqidasida tutgan o'rni va islom olimlarining aqlning roli haqidagi maydoni tunishtirildi. Shuning bilan birga aqlning islom aqidasida mustaqil manba bo'lishga salohiyati to'shmaydiganligi tilga ilinib, buning bilan munosabatlik uning koinotning sirtidagi masalalarga ojizlik qildiganligini muayyanlashtiradigan sabablar o'ttirg'a qo'yildi. Mazkur sabablarning hammasi aqlning cheklik ekanligi va o'z doirasidan hal qilgan masalalarda ojiz ekanligi qatorliqlarga aloqador bo'lib, muhaqqiq olimlarning nazarida aql faqat vahiy orqali mukammallik topadi. Faqat vahiyga taslim bo'lish uning ezib ketmasligining savallikdan xoli bo'lishining kafolatidir. Chunki aql insondagi boshqa kamoliy sifatlarga o'xshash komillik sifatlaridandir. Ammo uningmi osholmaydigan davoni, o'talmaydigan chekchegirasi bor. Xuddi Imom Shafiiy aytgandek, insondagi ko'rish quvvatining cheki bo'lganidek, aqlningmi idrok qilishda va bilishda cheki bordir. Allama Ibn Xaldun mundaq deydi: Aql adil tarozidirki, uning qonuniyatlari shaksizdir. Aql qonuniyatlari shu qadar ishonchlikki, uningga qilcha saxtalik aralashib qolmaydi. Biroq sen o'sha bu tarozi bilan tavhid masalalarini, oxirat haqiqatlarini, payg'ambarlik haqiqatlarini, ilohiy sifat haqiqatlarini va aql doirasining sirtidagi haqiqatlarining hech birini o'lchab beqish tamasida bo'lmag'aysan. Chunki bu mumkin bo'lmaydigan bir ishni tama qilganlikdir. Bundaq kishining misoli go'yo oltin o'lchaydigan tarozini ko'rib, uning bilan tag'nimi o'lchab beqish tamasida bo'lgan kishining misoliga o'xshaydi. U bilmaydiki, oltin o'lchaydigan tarozi bilan tag'ni o'lchaganda chiqqan natija cho'qim xato bo'ladi. Demak, bu nuqtadan aqlning osholmaydigan davini, to'xtaydigan cheki bo'ladi. İnsan Allah'ның yaratgan maxluqi bo'lish sifati bilan uningda yaratılg'uchilarda bo'lishga tegishli kuch-quvvat, ojizlik, xurash, bar bo'lish va yo'q bo'lishdek turli sifatlarning tepilib turadiganligi bir amaliyot. Allah Taala aqlga shay'larni bilishda ma'lum chekka qadar chegara belgilagan bo'lib, hamma narsani asl vasligicha o'z haqiqati bo'yicha chala qo'ymay bilishni aqlning xususiyatlaridan qilgan emas. Agar shundoq bo'lganida edi, albatta aql bo'lib bo'lgan, bo'ladigan va bo'lmoqchi bo'lgan jimi narsalarni bilguchi Alloh bilan tang o'rinda bo'lib qolgan bo'ladi. Shaksizki, bu xil xususiyatlar aqlning yaratquchisi bo'lmish yegona Allohga mansub. Oshkora va yoshirin barliq narsalarni bilib turg'uvchi faqat Allohdir. Shuning uchun aqlning har vaqt savallik o'tkazib qilish yoki xato bilib qilish va yoki ezib qilish ehtimolligi bo'lganidek, uning bilish doirasi cheklikdir. Aqlning chekliklik bilan sifatlanishi uning sohasining mushu koinot doirasida bo'lganligidandir. Islom dinining aqlning roli va ahamiyatini e'tirof qilishi, uning sha'nini yuqori ko'tarishi, aqlni o'z sohasida ana shunday muayyanlashtirishga haqliq deb qaraganligidandir. Ammo aql Alloh haqidagi ma'lumotlar va oxirat haqidagi g'aybiy masalalarda ojiz bo'lib, aqlning o'z sohasining sirtida vahiyga hokim bo'lish, vahiyning qarorlariga e'tiroz bildirish salohiyati yo'qdir. Darvaqa, tabiat sirtidagi barliq metafizikalik masalalarda aqlning vahiyga taslim bo'lishdan o'ziga chorasi yo'q. Aqlning vazifasi vahiyning rostligini isbotlashdir. U bu vazifasini tamomlab bo'lgandan keyin o'z sohasi doirasiga kirmagan uchurlarni, bilishdan ojiz kelgan ishlarni ilohiy bayonlardan, shundaqla vahiyning g'aybiy olam haqida elib kelgan xabarlardan bilmay iloji yo'q. Navoda aql bu haqda o'zi mustaqil fikr bayon qilishga uringandak bo'lsa, u chaqda aqlning azg'unliq vodilarida tangraqab yurishi muqarrarlashadi. Bu nuqtadan vahiy aqlni hidoyat tomon yetaklaguchi, aql vahiyga nisbatan yordamchi hisoblansa, vahiy aql uchun uning sohasi bo'lmagan taraflarda yo'lboshchi hisoblanadi. Aql hidoyatining vahiyga bog'liq bo'lishi mushu nuqtadandir. Sobiq Azhar shayxi professor Dr. Abdul Halim Mahmud aqlning sohasi bo'lmagan masalalarda vahiyning aqlga yetakchilik qilib kelganligi haqida to'xtalib mundaq deydi: Dinning aql bilan bo'lgan munosabatiga doir masalalarda tutishga tegishli to'g'ri pozitsiya shuki, din bir qator masalalarda hammadan avval aqlni yetaklab kelgan. Buning ichida oldingi o'rinda turdig'ini tabiatdan hal qilgan masalalar, ya'ni Allohning zoti, uning payg'ambarlari, oxirat haqidagi va g'aybga aloqador masalalardagi barliq tafsilotlardir.
İkinci o'rinda vahiy axloq fazilat masalalari bir odamning yaramliq inson bo'lib chiqish uchun ish harakat va yurish turishlarida amal qilishga tegishli masalalar bo'lib, vahiy bu masalalarda aqlga yetakchi bo'lib kelgan. Uchinchi o'rinda turdig'ini din jamiyatni intizomlashtiruvchi, insoniyatni baxt saodatga erishtiruvchi shariat ishlari bo'lib, bularmi aqlga yetakchi bo'lib kelgan. İslam dini yuqorqi masalalar haqida aqlga bir qo'lliq boshlamchi bo'lgan. Navoda aql yuqorqi masalalarda vahiydan ayrilib mustaqil holda izlanganida edi, hamma birda qo'llaydigan natijaga erishalmagan bo'lar edi. Ya'ni agar yuqorqi masalalar kishilarning aqliga qo'yib berilganida edi, ular ixtiloflashib o'tgan va talash-tartish qilgan holda turli guruhlarga ayrilib ketgan bo'ladi. Ularni birlik va intizomchanlik ichida tutib turish hamda ularga ruhiy azodilik va xotirjamlik elib kelish ishlarimi hech qachon amalga oshmagan bo'ladi. Imom G'azali mundaq deydi: "Bilginki, aql vahiyning yetakchiligisiz hidoyat topolmaydi. Vahiymi faqat aql orqali ayon bo'ladi. Bu nuqtadan aql ulg'a o'xshasa, vahiy binoga o'xshaydi. Bino bo'lmasa, ulning ahamiyati yo'qaydi. Binomi faqat ul bo'lganda qad ko'tarib tura oladi. Aql ko'zga, vahiy bo'lsa yo'riqlikqa o'xshaydi. Ko'z ko'rish uchun siritdan keladigan yo'riqlikdan ayrilmaganidek, yo'riqlikmi ko'z bo'lmasa rolini o'tayolmaydi. Demak, barcha haqiqatlar aql va naql bir gavda bo'lganda haqiqiy namoyon bo'ladi. Naql bo'lmasa aql ezib ketishdan, aql bo'lmasa vahiymi xato hazm qilinishdan saqlanolmaydi. Naqlni yetakchi qilgan aql naqlning haqiqatini isbotlash orqali uni himoya qilsa, aqlni yordamchi qilgan naql o'zining saf va pok tabiatini atrofga jo'lalantirib turadi. Shundaqla aql vahiyning nuri orqali parlaq hidoyatga noil bo'lsa, uning tafsiliy ma'lumotlar orqali g'ayb masalalarda xatolashishdan aman qoladi. Aql va naqlning bir-biri bilan zidlashib qolmasligidagi sabablardan biri mushudir.